Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlar hammalarning har vaqt xayrli bo'lsin. Men Avstraliyadan Arafat Qutlan. Yuqorida Avstraliyaning Sidney shahrida turishli Polat Gaitning so'zlarini anglab chiqdim. Men bu fitna pasachining so'zlarini 2017-yildan buyon anglab kelayotgan bo'lsam-mu, ammo izchil inkos qaytirib boqmadim. Chunki o'zi bilan paranglashib masalalarni hal qilishga va uni o'zgartirishga tirishdim. Bek afsus, bu mumkin bo'lmadi. Buning bu yo'ldan hargiz yanolmaydiganligini, yenish imkoniyatining yo'qligini tushundim. Polatni Avstraliyadagi, jumladan Sidneydagi hamma Uyg'ur nihoyat obdan biladi. Uning so'zlariga parvo qilmaydi. Hatto uni orqa olmasmi bo'lib ketdi. Biroq bu yerda bir muhim masala bor. U bo'lsa boshqa davlatdagi vatandoshlar, bo'libmi Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlar buning kim ekanligini bilmasligi mumkin. Amsa sizlarga Polatning vatandagi ahvoldan boshlab tanishtirib o'tay. Polat Urumchi Saybaq rayonluq taftish mahkamasining taftishi. U 2009 yılı iyul vaqasidagi qarindoshlarimizni taftish qilib, o'limga, muddatlik va muddatsiz qamoq jazolariga tayyorlab bergan ikki qo'li millatning qini bilan bo'yalgan ablah. Men ularni uning o'z og'zidan anglagan. Uning aytishicha, bizga qurolliq saqchi qismlaridagilar put qo'llari sungan. Baş gözler qanğa boyalgan yaş bolalarni akiratdi. Ularning dasib turg'idek holim yo'q edi. Qurolli qism saqchilari ularni ikki qo'ltiqidan yo'lab turardi. Biz taftish qilib sotga yo'llaydik. Sot jazo hukm qiladi. Hatto ba'zilarini sotmi qilmay turmaga yo'llaydi, deb so'zlab bergan. Bu jadlatlikni uning xizmati va yoki majburlangan deb tushensakmi, ammo bu yerda yana bir muhim bir masala bor. Ikkinchi, Polat 2011-yili qizi bilan Sidney shahriga kelib panolik tilab turib qoldi. Albatta, bu har qanday Uyg'ur bir suyundigan bir ish. Shu yili Rabiya xonim, ya'ni 2011-yili Avstraliyaga ziyoratga keldi. Ammo Polat ko'rishga jur'at qilolmadi. Bu yerda so'zlab o'tishga tegishli yana bir masala. Men 2012-yili Avstraliyaga kelgan. Ayolim 2011-yili avval kelib panolik tilab qilib qolgan. Shu yili bir to'yda ayolim Rabiya xonim bilan ko'rishgan va birga xotira suratga tushgan. Men kelgandan keyin Polat menga o'zining hayron qolganligini, bu ayol bek dutlik qildi, yo'ldishi bollari nima kun ko'ra buni o'ylabmi qo'ymadi deb o'ylaganligini aytib bergan. Hatto shu qitim Rabiya xonim Polatning qo'lidagi 5-iyul qirg'inchiligiga oid isbotlarni so'ratgan. Bu isbotlarning oshkorlansa Uyg'ur davosiga zo'r ilgirlash ilib keldiganligini, davoyimizga zo'r foydasi bo'ldiganligini aytgan. Ammo Polat bularni berishni rad qilgan. Va shundaqla Sidney shahridagi ma'lum bir saqchixonadan berib o'zini qo'g'dashga muhtoj ekanligini, Xitoy hukumatining qasd qilishidan ansiraydiganligini aytgan. Saqchi idorasi qo'lidagi isbotlarni ko'rsatishni, shuningga qarata qo'g'dash ilib borganligini aytgan bo'lsa-mu, u yanada topshirmagan. Chunki Xitoy saqchilarining davomli telefon qilib tahdid silib turayotganligini, ayolning pasportining tortib olinganligini, nazorat ostida qolganligini aytib bergan edi. Albatta to'g'ri tushunishga bo'ldi. Hamma odamning qahramon bo'lib ketishi notayin. Hamma odam qahramonlik ko'rsatmaydi. Afsus, uchinchi bir masala. Yaxshiroq o'ylashib qilinglar qarindoshlar. 5 yildan keyin 2016-yili ayoli tez omon Sidney shahriga yetib keldi.
Bek əfsus şunundan keyin Polatdımı çoğ özgürüşlər başlandı. En avval Avustraliya Uyghur cemiyetiga qarşı hareketini başladı. Davamlıq ətrafdakı adamlarını quturtib, cemiyetga qarşı fəaliyyətlərini qıldı. Uzunğa barmay Dünya Uyghur Qurultayı qarşı hareketga o'tdi və onun rəhbərlərini davamlı qarlashqa, töhmət qilishqa başladı. Mən bu yerdə Dünya Uyghur Qurultayı rəhbərlərini maqtavatqanim və ularni qoğdavatqanim yo'q. Faqat bu insonning kimligini sizlarga tushuntirib qo'ymoqchi. Söyümlük vatandaşlar, o'ylab yiqinglar. O'zi shu qadar hurmatlagan va Uyg'ur xalqi hurmatlayotgan Uyg'ur onasi bo'lgan Robiya xonimga qo'lidagi shu qadar muhim isbotlarni topshirib, millatning davosini ilgari surishga yormagan bir inson. Ve bununla sebep köstəligen. Təqdirdi mi? Qayta ailesi cem bulup hatırcemlikə erişkəndikin. Toğır bir yol tutup milletinin davası için hizmet qılmıgan. Hizmet qılması mı jim turishni xalamagan bir insan. Nime? Sebep tüpeylidin dünyadaki ilgar şəxslər ve təşkilatlara qarşı hərəkət ip barıdı. Bunun sebebi nime? Düşünüp baxdınlar mı? O'ylab baxdinglarmi? Bu hozirga qadar millat uchun qandaq bir yaxshi ish qilib baxdi. Buni bir qitim sizlar so'rab baxdinglarmi? Nima ish qildi millat uchun? Masalan, sen nima qilding millat uchun deb baxqanlar bormi? Men davomli so'rayman buni. Bu xizmatlarni qilishga majbur. Üçüncü bir mesele. Bu Avustraliyaning birinci derece rayondan yıkında. Belki bir yıldan açtığı değil mi? Üy sitip alalı. 2019 yılları boz gerek. Sydney şehrinin birinci derece rayondan Uygurlarının üy sitip mümkün emas qeyrindaşlar. Bu posmu muhaciretdeki Uygurlarının, köşmellerinin, maygurtlarının bundaq rayondan üy sitip mümkün emas. Sydney'nin 3. 4. derece rayonlardaki en konu bina üylerimi 500 bin dolar. Siz Sydney'nin 1. derece rayonundan bankadan toluq qarz elib uy setib olgan taqdirdami, yanchingizdan 200 bin dolardan ortiq pul bo'lish kerak. Polat Sydneyga kelganda quruq qo'l kelgan, jafoliq ishladi. Har qanday xizmatdan bosh tortmay ishlab keldi. Qo'saq beqish, bolasini o'qitish uchun. Chunki uning barliq iqtisodini Xitoy to'ngiltib o'tgan. Pechatlatib hech qanday pulni ilishga imkoniyati qolmagan. 2016 ayoli qaytib keldi. 2017 yildan tortib Polatning iqtisodini aklishga Xitoy yeşil chiroq yiqib berdi. O uylarni, oshxonalarni va barliq narsalarini va zapas pullarni to'liq akilib oldi. Albatta buning bedeli bo'ladi-da. Buning uchun bir bedel o'tash kerak. Bir ish qilish kerak. Chunki 2017 yildan tortib nurg'un qarindoshlarimiz bildi, biz vatandan bir tal jig'nimi akilanmadik. Ondan ilgari akagan. Hammamiz uylarimizni setib, iqtisodlarimizni bir qor akagan. Ammo 2016-2017 yildan keyin akilish mumkin ahvol emas ahvol ostida bu iqtisodlarni to'liq akilib, Sydneyning 1. darajalik rayonida nihoyat oliy uylar setib oladi. Bir shopirning ayoli oilda bo'lgan, hech qanday xizmat yo'q, bolasini oliy maktabda o'qitayotgan bir shopir Polat men o'xshashli burun chokay deydi. Keyin optizay deydigan bo'ldi. Odatdagi bir ishchining bundaq uyni setilishi Sydneyda mumkin emas qarindoshlar. Buni yaxshi o'ylab yiqinglar. Sizlar kimning gapiga ovoz qo'shyapsizlar? Bu kim? Bilib bilmay millat uchun xato yo'llarni minib qolmanglar qarindoshlar. Men sizlarning Dünya Uyghur Qurultayining rahbarlarini ayblashinglarga qarshi emasman. Qurultayning ba'zi ishlari xato bo'lsa, uni ayblashga qarshi emasman. Ammo kimning keyinda turib ayblayotganligini bilishinglarni umid qilaman. Hammanglarga assalomu alaykum.